Shu 6-dars. Yangi savol. Qo'shilganmi? Qo'shilgan. Mana. Я могу оформить счет, deyapti. Пожалуйста, deyapti. Pasport immigratsionni karta deyapti. Uni счет qayerda ochiladi shu? Здравствуйте. Eshitinglar. Я могу сегодня открыть счет. Пожалуйста. Bugun счет Паспорт ocha и olmaymanmi? миграционную карту. O'chiring. Telefonni o'chiring. Tushundinglarmi? Счет ochish uchun nima kerak? Pasport. Ana shunaqa savol chiqib qolishi mumkin-ki borsanglar. Счет olish, bankda счет ochish uchun nima kerak degan savol chiqib qolishi. Tushundinglarmi? Pasport migratsion. Mana 6-chi bo'ldi. Mana birinchi zadaniyaning 6tasi. Ikkinchi zadaniyaning 6tasi bor edi. Задание 2. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. Kemalami xolasi. Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. Nima dedi? Ayting, kim aytadi? Aytingsiz. Magazinda telefoninglar qolib ketgan. Telefon haqida gap yo'q bu yerda. Siz ayting. Kimga murojaat qilasan degan. Nimani yo'qotgan? Administratorga. Biror narsangizni yo'qotsangiz, telefon demayapti. Bu telefon boshqa gapda. Hozir chiqadi. Administratorga murojaat qilinglar deyapti. Biror narsangizni yo'qotsangiz, eshiting. Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. Tushundinglarmi? Kimga обратиться bo'lish Задание kerak? Biror narsangizni yo'qotsangiz deyapti. Tushundingizmi? Endi mana bu tashni yana chalg'itadigan savol. Yeb olishinglar mumkin bu yerda endi. Задание 2. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. Внимание! Кто потерял свой телефон в магазине «Цветы», может взять его у администратора магазина. Endi nima deyapti? Agar yurganda bironingiz qolib ketgan bo'lsa, Biror narsa demayapti. Telefoni qolib ketgan bo'lsa deyapti. Tushundingizmi? Farqini ikkovini adashtirib qo'yyapsiz. Daringga telefon deyapsiz. 5 yil deganda telefon deyapsiz. Bu telefon deganda biror narsa deyapsiz. 5 yil deyapsiz. yurganda telefoningiz qolib ketgan bo'lsa, Kimni telefoni Guldo'kanimizda qolib ketgan bo'lsa deyapti. Просим обратиться deyapti. К администратору deyapti. Hop, eshiting yana boshqa. Внимание! Кто потерял свой телефон в магазине «Цветы», может взять его у администратора магазина. Hop, у администратора магазина что могут взять? Телефон. Какой телефон? Можно взять свой потерянный телефон, купить новый телефон, позвонить по телефону deyapti. Взять свой. Взять свой потерянный телefon. Yo'qotilgan telefonni topib, berib olish kerak deyapti. Mana eshitinglar, yaxshi, mashinaga ham shu yoq aynayapti. Задание 2. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. Внимание! Наш банк изменил время работы. Теперь банк работает до 21 часа. Hop. Nima deyapti? O'zbekchaga tarjima qiling. Bizni bankimiz ish vaqtini o'zgartirdi. Soat 9gacha. Endi bankimiz 21 soatgacha ishlaydi deyapti. To'g'rimi? 21 soat degani kech payt 9 degani. O'rchasiga до 9 часов вечера degani. Tushundinglarmi? Mana, bu yerda javobi до 9 часов вечера. Ko'rdinglarmi? Задание 2. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ. Suhbatni tinglang. Дай мне, пожалуйста, телефон. Мне нужно срочно позвонить в больницу. Конечно, возьми. А где твой телефон? Вчера потеряла его. Hop.
ukasiga aytyapti, telefoningizni berib tur. Больницаga telefon qilib yuboradi. Ma desa, sen o'zing telefoning qanday bo'ldi? Kecha yo'qotib qo'yding. Hop. Kim ekan ukasini aytdi? Anton. To'g'ri aytdimi, ozmi bo'lar, noto'g'ri aytdimi? Задание 2. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ. Anton. Антон, дай мне, пожалуйста, телефон. Прослушайте объявление и выберите Объявление degani, правильный e'lon ответ. degani, dialog degani, suhbat degani. Уважаемые посетители, на 5-м этаже нашего торгового центра работают кафе, детская комната, есть Wi-Fi. Hop. 5-chi etajda Hop. kafe bor, mollana narasi bor. Qoidanaqa bo'ladi. Wi-Fi. Wi-Fi. Hop. 5-chi etajda, Qayerda ovqatlanish mumkin ekan? 5-chi etajda. Hop. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. Turg'un polvon tanisa, eshitdi sizga. На втором этаже нашего торгового центра открылся новый магазин мужской одежды. Сегодня скидка 20%. E'londa bu. Yo'q, bu yoqqa. Hop, nima deyapti bu? Ikkinchisi yangi muzika sotiladigan ochib. Вот, это в новом магазине можно купить одежду для мужчин, для детей, для женщин. Tushundinglar buni? Amaliyot tushundinglar. Dedi 20% skidkasi. Uni skidkasini ham so'ramayapti. O'qing aka. Birinchisi nima aytdi? Уважаемые граждане, оплачивайте свой приезд вовремя. Оп. Такое объявление можно прочитать где? В автобусе. Hop, nima deyapti? Hurmatli fuqarolar. Fuqaro. Yo'l haqini vaqtida to'langlar deyapti. Avtobusda bo'ladi. Tushundinglarmi? Так, mana o'qing siz aka. 3 марта смотрите фильм о победах российских спортсменов. Hop. Новый фильм снят. Новый фильм снят о политике, о спорте, о музыке. О чем снят новый фильм? В спорте. Nimaga? Tarjima qiling. 3 mart kuni bizning Rossiya Sportsmenlar g'alaba sportchilari Bo'ldi. Sportsmenlar g'alaba qozondi demayapti. 3-mart kuni deyapti. Yangi deyapti. Hujjatli film ko'rsatamiz deyapti. Rossiya sportsmenlarini yutuqlari haqida deyapti. Bilib olinglar nima deyotganini. Endi mana o'qing mana. осторожно Siz emas, ya, bo'ldi, o'qib bo'ldi siz. O'qing mana siz. Осторожно, опасная зона. Hop, nima dedi? Ehtiyot bo'lasiz. Diqqat, xavflik Xavfli zona. zona. Qayda bo'ladi desa, настройкада. Qayerda yozilib qo'yadi? Ko'proq stroykalar yozilib qo'yadi. O jirandan olish Ehtiyot mumkin. bo'ling, hech naqa. Boshingga kaskek kiy, to'g'rimi? Осторожно, опасная zona. Ehtiyot bo'lish uchun anaqasi. Diqqat, xavfsizlik zona nima deydi? Xavflik Hudud. hudud, ha. Xavfli hudud. O'qing mana akasi. Место для инвалидов. Лиса Хажилёка в России, пассажирский театр. С детьми. Оп. Вы можете увидеть это объявление где? Транспорт. Transportda. Avtobuslar yozib qo'yadi. 5 kunlik avtobusda ham boradi biz yoshligimizda. 5 kunlik avtobusimiz bo'lardi-yu. Автобус, метро. Ashunga yozib qo'yardi, ashunga ham bunday. Kraskada. Прочитайте и выберите правильный ответ. O'qing uka. Уважаемый пассажир, вход к поезду
в конце зала номер 1. Вход emas, выход. Да. Выход. Такое объявление можно прочитать на рынке, на вокзале, на почте. На vokzalе. Выход degani bilan vход degani farqi bor. Vход degani kirish degani, выход degani chiqish degani. Bu tarjima qilib bermaysizmi? Hurmatli passajirlar, chiqish poyezdning chiqishiga zalning oxirida nomer birinchi mana chiqasiz. Sizga tarjima qilib beraman. Hurmatli passajirlar, poyezdlarga chiqish zalning oxirida birinchi nomerda raqamda chiqadi. Eshiklar bo'ladi, terminallar, birinchi terminal. Ana shu yerdan chiqasiz deyapti. Tushundingizmi? Chiqish, poyezdlarga chiqish zalning oxirida birinchi eshikdan deyapti. O'qing. Уважаемые Пациенты. вы можете Сделать прививку прививки только после осмотра врача. Вот. Такое объявление можно прочитать. Это... Вот. Nima deyapti? Уважаемые Hurmatli mijozlar deyapti. Ukol olmoqchi bo'lsanglar, doktor ko'rigidan keyin, vrach ko'rigidan keyin olasizlar deyapti. To'g'rimi? Hop, vrach degandan keyin o'sha kallarga borish kerak-da. Poliklinikaga ekanda. Aptekada bo'lmaydi vrach. Aptekada ham bo'ladi, davoga chiqqan bo'lsa bo'ladi. O'qing-ku. Уважаемые гости, To'xtang, dishotni o'qing. Уважаемые гости, приглашение, Приглашаем, shashilish yo'q, hech kim shashilmayapti. приглашаем Вас вас на автобусную экскурсию. экскурсию по городу. Экскурсия будет 12 мая во вторник с 10 до 14 часов. Жду вас Около около торговый центр мира. Оп. Экскурсия начинается. начинается. Ekskursiya boshlanadi. Mijozlar Hurmatli mehmonlar, hurmatli mehmonlar, bugun 12 may kuni avtobusimiz soat 10:14 gacha maydalar bor, sen nima sizga seshanba kuni aytdim. Hurmatli mehmonlar, sizlarni avtobusda sayohatga taklif qilamiz shahar bo'ylab. Sayohatimiz 12 may kuni seshanba kuni soat 10 dan 14 gacha bo'ladi. Sizlarni Mir savdo markazi oldida kutamiz. Tushundinglarmi? Endi savol ekskursiya nachinayapti. Ekskursiya qachon boshlanadi deyapti bu yerda. Endi sizlarni biletinglarda ekskursiya qayerda boshlanadi deyishim. Ekskursiya qayerda boshlanadi? Tushundingizmi? Masalan deyapti, biletinglar bu yerda. Lekin shu bilet bo'ladi. Ulardan to'xtab ularni bitta eshirib qo'yaylik, ko'taraylik, kelaylik deb qolsa, bitta ko'tarsa o'sha shashada 10 yozib ko'taradi. Allah hayal etsin dedi. Görgülüydü görmesin dedi. Ben bu koptu. Ben damla bu koptu. Nima qilamiz? Ama benim 2 diplomam var. Sizchi, nima qilmang, vaqtida keling. Endi erta kelmasangiz ham mayli ertadan keyin imtihon topshirib. Tushundingizmi? Давай, o'qing. Meni zavod Damir. Qattiq, shoshilmang. Меня зовут Дамир. Вчера у меня был выходной. Я свой семья хорошо отдохнули. Днем мы были в парке, Были в парке. а вечером решили поужинать дома. Поужинать дома. Поужинать дома degani nima degani? Kechki ovqatni. Uyda qilmadi. Hop,
Qachon? Kechqurunmi? Qachon? Kechasimi? 2dami? 1dami? Kechqurun deyapti. Kechpayt. Kechpayt. Kechqurun qorong'i bo'ladi. Tun bo'ladi. Kechpayt. Вчера днем Дамир его семья были. Mana. Вчера днем Дамир его семья были deyapti, mana. Dnем degan so'z bormi ehtimol? Dnем. Ben turibman. Dnем мы были в парке deyapti. Tushundinglarmi? Ertalab Kunduzi. Kunduzi biz parkda deyapti. Endi savol kelyapti. Dnем Дамир его семья были deyapti. Parke deyapti. Tushundinglarmi? Endi savolda когда они пришли домой deydi. Я вчера у Дамира что было deydi. Выходной deydi у Дамира было. И как его зовут deb qo'yishi mumkin belki. Damir. Anton Damir restoranda yozib qo'yishi mumkin demakki. Bilaman, shunga shashilish yo'q. Bunda shashilmay o'qish kerak. O'tiring. Tushundingizmi hozir nimani o'qiganingizni o'zi? Turing aka. Nima o'qing? Меня зовут Леня. Сегодня утром мы с сыном ходили на экскурсию по городу. Весь день была хорошая погода. Мы гуляли до самого вечера, пришли домой поздно. Leyla vermemiz домой. Вечером. Вечером degani nima degani? Geç spать. С кем она гуляла? Oğlu bilen. Rusça. Вместе с сыном. Весь день какая была погода? Хорошо. Хорошо, садитесь. Спасибо. O'qiyin qor aka, shapkani. Anvar o'qiyin. Anvar'a 20 lek, он приехал из Узбекистана. Qattiq eshitilyapman. Анвару 20 лет, он приехал из Узбекистана. Дома он учился и помогал отцу продавать фрукты на базаре. Его брат работает дворником. Анвар планирует работать на стройке. Он хочет строить дома и школы. Кем работает Анвар? Anvar кем работает? Строителем. Anvar сколько лет? 20 лет. Его брат где работает? Его брат дворником. Его брат работает дворником. Дома Anvar что делал? Bo'ldi, to'xtang. Дома Anvar что делал? Дома Anvar что делал? Дома Anvar что делал? Frukti na bozor. Uyda dadasiga yordam bergan. Mana, Do'ma Anvar что делал deyapman. Ko'zinglar tushunmayapsizmi? Do'ma degan so'z qayerda ekan deb ondan istash kerak. Дома он учился deyapti. И помогал отцу продавать фрукты на базаре deyapti. Shunday savol berayotgan Anvar планирует кем работать deyapti. Anvar планирует работать на стройке. Tushundinglarmi? Savol beryapti, javobchilik etyapti. Просто bu savolni tushunish kerak. Nima deyapti u deyish kerak. Tushundingizmi? O'tiring. Anvar stroykada ishlaydigan, stроителем. Tushundinglarmi mana? Savol o'z javobi bilan bo'lyapti. Просто ashuni o'qib qo'yish kerak buni. Mabodo endi men bu men sizlarga bugun qo'l sertifikatni olib keta olish emas. Normalniy dars berayotganim sababi-ku, ertaga sertifikatni olganingizdan keyin shunday bo'lib, "Ey, qo'l qo'y" desa, haligini ko'ziga qarab o'tirib tursangiz, sertifikatingizni mijig'layapti. Buni urnaga tashlaydi. Urna degan nima degani bilasizmi? Musor degan. Musorning nimani taqirdi urna deydi. Sen deydi, yaxshi bor, senga patent yo'q deydi. Tushundinglarmi? Sen deydi buni pul yolgansan. Shuning uchun sizga men tushuntirib, pulinglarni olib qo'yapman. Sizlardan olgan pulni menga tegishli tomonini bola chaqamga yegizaman. Halol bo'lish uchun sizlarga shu daskanalni tushuntirib o'rgatyapman. Kimga keldi? O'qiyman. Меня зовут Юрий. Я работаю в аптеке несколько месяцев. Это крутая на
Интересная работа. Сейчас я помогу выбрать лекарство. Каждому покупателю я говорю, будь здоров. Hop, nima deyapti Yuliya? Benim ismim Yulia. Hop, Ben aplikada ishlayman. hop. Bir oy necha oldu ishlayman. Değil mi? Ha? Nesliga Messi deyapti. Bir necha oy. Bir necha oy. Dan beri ishlayman deyapti. Ben ishimda anaqa qilaman debdi. Bu qiyin ish deyapti. Lekin deyapti qiziqarli ish deyapti. Hop. Men deyapti, Каждый покупатель yani. so- Xaridorlar. xaridorlarga deyapti, dorini tanlashda yordam beraman deyapti. O'g'ri anaqa. Xaridorlarga yaxshi bo'lib qoling deb. Salomat bo'lib qoling. Salomatchilik tilayman. Salomatchilik tilayman. Hop, Yuliya работает в аптеке. В аптеке, недавно. Каждому покупателю Юля что говорит? Что говорит каждому покупателю? Будь здоров. Оп. У Юли какая работа? Хорошая работа. У Юли какая работа дегani? Это трудная, но интересная работа. Это трудная, интересная работа. Tushundinglarmi? Юля что делает покупателям? Помогает выбрать Будьте здоровы. лекарство. Помогает выбирать лекарства, deyapti. Eshityapsizmi? Yulia помогает. Я часто помогаю выбирать лекарства, deyapti. Покупателям, deyapti. Tushundingizmi? Недавно degan neskолько месяцев degan. Bir necha oy degani. Tushundinglarmi? Недавно bir necha oy. Ketdimi? Anna. O'qing. Меня зовут Анна. Я работаю в школе учителем. Вчера вместе со своим классником я ходила в зоопарк. Детям все понравилось. Мы вернулись в школе к обеду. Hop, меня зовут Анна. Nima deyapti? Benim ismim Anna. Я работаю в школе. Ben Учителем. maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Hop. Вчера вместе со своим классом я ходила в зоопарк. Kecha biz sinfdoshlar bilan deb bo'ldi. Sınıfımdaki o'quvchilar bilan. Вот мой класс. С моим классом пошли плов кушать. Одноклассники. Sertifikat olgandan keyin bitta hamtasi. Biz zooparkka bordik. Oturma. Hop. Вчера утром Анна. Где была? Была в зоопарке. Hop. Анна вернулась когда в школу? К обеду. Shundaylar, ha? Anna кто? Bu hali ko'p oylar qiladi men. Sizlar hozir bu deyapsizlar, men sizlarga har bir so'zim hali bu sizlarni hayotingda endi boshlaydigan hayotinglarda qadam bo'lsa ekan hayotingda. Ustoz, deb telefon tutinglar. Sertifikat olib keta Numara olmaysiz. bermadingiz-ku, yuqori. Men nomerni ancha munchalarda bo'lmaydi internetda. To'planishga aqlim yetadi. Haydi. Kim qoldi? Siz o'qidingiz, o'qing. Endi chatni o'qing, o'qing. Брат приехал. Кто? Батыр приехал из Узбекистана. Батыр из строитель. Пишите, нужно слово в анкета. Батыр приехал из Узбекистана. Батыр строитель. Пишите нужное слово в анкету, deyapti. Botir O'zbekistondan keldi. Botir quruvchi. Строитель. Anketani to'ldiring, deyapti. Lekin nimada yozishimiz kerak? Я строитель. Строитель. Hop. Strykerni nomini aytdim mana bitta harfini sanab turib ko'chirish kerak. Kichkina harf bilan men ko'chirish kerak. Tushundingmi mana? Javobi. Bexato ko'chirish deyapsizlar. Okey. Okey, degan pastga tushib qo'yiladi, uzoqqa. Batır Ha, shuni mana uni. TV degan. Mana uni ko'chirib qo'yasiz menga.
Bu bitti bo'ladi bu savol. Ikkita bo'lmaydi. Bu bitti bo'ladi. Anvar. İsmi bitti bo'ladi. O'zbekiston Anvar Over. Hop. Пишите нужные слова в анкета. Hop. Как вас зовут? Siz nereye almalıyız? Как вас зовут? Меня зовут Анвар. Hatta. Меня зовут Анвар. Откуда вы приехали? Из Узбекистана. Okuyun diye yapmam lazım. Я приехали из Узбекистана. Кто вы по профессии? Повар. Okuyun. Я повар. Şunu bana. Как вас зовут? Меня зовут Анвар. Откуда вы приехали? Я приехали из Узбекистана. Belki de yazamıza gel. Из Узбекистана. Mana bitta harf ko'chiramiz. Mana katta harf bo'ladi u. Uzbekistan u. Государство. Государство degani katta. Rossiya R katta yoziladi. Argentina A katta yoziladi. Braziliya B katta yoziladi. Государствоning hammasini nomi katta deb yoziladi. Tushundinglarmi? Xuddi shuni men ko'chiramiz. O'tiring. Hop. Turing. Okey. Muslim Ibragimov. Okey. Muslim Ibragimov deyapman. Qattiq. Муслим Пишите Ибрагимов слово. хочет получить работу курьера. Пишите нужное слово его заявление. Hop. Okey. Заявление прошу принять меня на работу на должность. Hop. Курьерlik bo'yicha. Na должность чего? Курьер. Oxirigacha o'qiy. Муслим Ибрагимович хочет получить работу курьера. Пишите нужное слово в его заявлении. Заявление прошу принять меня на работу на должность курьер. Oxirigacha o'qiy. Nima xato bo'lyapti? Kim bilyapti nima xato bo'lyapti? Kuryeler oku. Kuryer bo'ladi. Buni A harfi yo'q mana. Siz kuryer deb qo'yasiz. Tushundingizmi? A tushib qolyapti men. Прошу принять меня на работу на должность курьера. Bu A ham bo'lishi kerak. Siz kuryer. Na должность kuryer emas. Alhamdulillah. Na должность kuryera bo'ladi. A bo'ladi. Tushundingizmi? Alhamdulillah. O'qiyotgan bor. Muhammed Sizlar o'qiysiz. Tushundingizmi? Muhammad Turdiyev со своей женой приехал в Россию. Пишите нужное слово в анкету. Окей. Возраст 30 лет. Семейное положение. Nima yozamiz? Женой. Sen женат? Jenoy bo'lmaydi. Jenoy deb yozib qo'ymaylik. Men turibdi mana. Jenat. Bilib olinglar. Muhammad Turdiyev со своей женой приехал в Россию. Пишите нужное слово в его анкету deyapti. Возраст 30 yosh, семейное положение, uylangan. Uylangan degani jenat degani. Tushundinglarmi? Hop, kim keldi? Hozir kim o'qiydi? O'qing. Сегодня Амина Дадаева нашла работу кассиром в магазине. Выпишите нужное слово и заявление. Mana erkak bo'lsa, если мужик, пишите нужное слово в его bo'ladi. Его bo'ladi. Ayol bo'lsa, yeyo bo'ladi. Tushundinglarmi? Tushundinglarmi? Сегодня Амина Дадаева нашла работу кассира в магазине. Пишите нужное слово в ее заявление. Заявление, окей. Заявление прошу принять меня на должность. Кассир. Kassira. İkkitasi bitta A bo'ladi. Tushundinglarmi? Kassir deb gapirlatib bo'ldi. Endi ho demanglar. Ketdik darshi. Leksika, grammatika. Buni tap uramiz. Tezda yuramiz. Mana ketamiz.
Hop, okuyun. Сегодня суббота, а мама приехала вчера. Пятница. Hop. Tarjima qildi. Tez tarjima qildi. Shanba. Onam kecha keldi. Juma kuni. Kecha juma kuni keldi deyapti. Сегодня суббота, а мама приехала вчера. Bugun shanba, onam juma kuni kecha keldi. Kecha juma kuni keldi. Tushundinglarmi? O'qing aka. Bu magazinda mebel yap ko'paydi. Hop, nima? Stol. O'zbekchaga tarjima. Bir magazindan mebel sotib oldim. Stol sotib oldim. Mebel magazindan men stol sotib oldim. Stol oldim. Hop, o'qing. Aleksandr Pushkin qachon tug'ildi? O'rcha o'qing. Александр Сергеевич Пушкин родились летом. Hop, Yozda tug'ildi. hop, dalish. 6 iyunda. Tushundinglarmi? Leta, yoz. Leta, yoz. 6-iyun leta. 6-iyun yoz. Александр Сергеевич Пушкин родился летом 6 июня. Yozasizlar. Shunda belgilaysizlar, bir qo'yasizlar menga, bir qo'yib qo'yasizlar. Tushundinglarmi? Yozishni ham hojati yo'q, sizlar qiynalmasin deb, bu Rossiya ham holatni beryapti. Yozib ham ishga qo'shmasin, ular bir qo'yib qo'ya olsin, bir damas yozadi-yu deb. Bir 6-iyunda bir yozamiz. Bir yozasiz. Mana ro'parasiga bir. Ashmo 6-iyun qancha qayerda bo'lsa, balki 3ta bo'lsa 3 yozasiz. Stansiya, u tushuntiradi sizlarga. Stansiya metro находится здесь. O'qing aka. Станция метро находится здесь. Нет. Metro stansiyasi shu yerdami deyapti. Hop. Yo'q deyapti. Nima deyapti? Yo'q deyapti. Ha, tamam, yo'q. U yoqda. U yoqda. Станция метро находится здесь? Нет. Savol ber. Нет, там. U yoqda. U yerda. Tуда. Tam bo'ladi. Tam bo'ladi. Attula bo'lmaydi, tam bo'ladi. O yozib ko'ribdi belgilar. Tam Ko'rga hassa qilib. Bu yerda. tam deydi. Mana. Metro stansiyasi shu yerdami? Desa, yo'q, o yerda. O, hayla. U yoqda desa bo'ling. U yoqda bo'lsa, u yoqda. Hayla deb qo'ygan bunga. Hayla Bu yerda. Jargon bo'ldi. Hayla deb. Manada bo'ldi. Yo'q. O yerda. Ha, bu yerda. Vaqaylar deydi deganda. O'qing. В магазине фрукты и овощи я купил яблоки. Hop, tarjimasi. Magazindan ben meyve sabzavotlardan olma xarid qildim. Hop, meva sabzavot magazinidan men olma xarid qildim. Hop, Dilshod bey, o'qing. Что ты делаешь в субботу и воскресенье? Hop, Sen bugün yok. bugun emas, 2 kun o'tdi. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ya onu tushunyapman oğlum. Что ты делаешь? Men o'zbekchasiga перевод qilyapman. Суббота и воскресенье. Shanbalar boshqa. Ha, shanba bozor. Dam olaman. Dam olasan degan joy gap yo'q. Sen shanba bozor kuni nima qilyapsan deydi. Nima qilasan deydi. Shanba bozor kuni sen nima qilasan deydi. Delish degan nima qilasan deydi. Sen degani Что ты делаешь? nima degani что degani nima degani. Ti degani sen degani. Delish degan nima qilasan degani. Subot voskreseniya degan shanba bozor degan. Tushundingizmi? Subota shanba bozor nima ish qilasan? Nima qilasan? Dedi, ha, ish qilasan. Nima qilasan deydi. Nima qilasan shanba bozor deydi. O'qidik. Biz salonni stovoy Stovoy emas, sotovoy. Sotovoy связи я купил. Hop, nima ko'pil? Telefon. Hop, endi tarjima. Men telefon magazindan telefon ko'rdim. Hop, Barakallah. telefon xarid qildim, o'tiring. Dars ketdik. Мой друг в магазине работает. Mani do'stim magazinda ishlaydi. Hop, ikki o'qigan ekasiz. Yagoga
хороший может быть. Я слышал хороший. Hop, nima deyapti? Men yaxshi muzika eshitib Hop. Ketdi. Моя сестра работает в больнице. Moya. Моя сестра работает в больнице. Учителем. Врачом. 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 Včera mi u parke. Kecha biz parkda oddihali. Dam oldik. Oila. Ketgan kerak emas, hali olsun. Biz javob o'zi tutdi. Tutdi javob, nima qilayapti? Ayting. Раньше она в кафе. Раньше она работала в кафе. Inshootda o'qing. Раньше он работал на кафе. Na kafe yo'q yerda. O'qing. Кафе. Раньше ona работала. Работала. Voy kafe, работала. Mana shuni yozib olingsiz. Adashasiz, tash uchun sizga aytdim. Sraz adashasiz buni. Bular yozing. Женский род. Раньше она, кто? Женщина, работала в кафе. Просто Aybada kafede ishlagan deydi. Tamam bu ya, yoshda Hop. Ketdi. Ket. Сколько лет тебе? О, tepada. Как вас зовут? Зовут Иван. Qattiq qo'lingizdan turib. Sizning ismingiz nima? Меня зовут Nima bo'lyapti? Иван bo'ladi. Vinay Я bo'ladi. написала вот это, не поняла. Что это? Вот это что? Как вы узнали о нашем Мне магазине? Посоветовали знакомые, друзья. Увидели рекламу в интернете. Вот. Посоветовала моя близкая подруга. Посоветовала моя подруга Аня. Посоветовала моя подруга Аня ваш магазин desem bo'ladi. Скажите, у вас есть семья? Ana. Скажите, у вас есть семья? Nima deyapti? Oilangiz bormi debdi. Ayting. Скажите degan aytingchi degan. Sizning oilangiz bormi deyapti? Есть у вас семья? Aytingchi, sizning oilangiz bormi deyapti. Hop. Ketdik. Dальше. Извините, китайцев. Это документы. Документы ваши. Sizniki mi? Hop. Kechirasiz. Bu hujjatlar siznikimi? Ваши. Ваши. Это, извините, это ваши документы? Savol beryapti. Да? Mana savol. Вопросительное знание. Savol. O'qing. Моя подруга сейчас учится. Она будет повар. Mana shuni ham yozib olinglar ko'pchilik. Повар deb qo'yishinglar mumkin. Поваром. Она будет поваром. Повар emas, повар emas. Поваром yozinglar. Поваром deb yozinglar. Yodlaylar bo'lmasa. Поваром var, женский род dediler. Поваром degani Женский род o'zi. Моя подруга сейчас учится. Mening dugonim hozir o'qiyapti. U повар bo'ladi deyapti o'zbekchasiga. Женский yadan boshqa. Moya deganida yash женский o'yinlantirsiz. Позвоните, пожалуйста, завтра. Позвоните мне, пожалуйста, завтра. Ya emas, meni emas. Tushundinglarmi? Меня. M-N-Y. Позвоните мне, пожалуйста, завтра. Menga. Ertaga qo'ng'iroq qiling. Iltimos. Tushunmagan joylar bo'lsa,
Hayat o'tib ketib qolib, tushunmay qoldim, ketmadi deydi. Qorasuvda katta universitet bor-da, shu yerda o'qigan. Akademiya naukda institut bor, universitet. John bilan qatnadimi, u qatnamadi, qatnadi. O'tishga el yo'q, ana ko'ribdi. Bo'pti. Marhaba. Мы приехали в Россию, здесь есть работа. Shu qo'shib o'qib ketinglar sirasi, qo'shib o'qib ketinglar. Qatib qolasizlar, qo'shib o'qib. Biz Rossiyaga keldik. Yo'q, siz qo'shib Приехали в Россию, потому что... Javobini ham qo'shib. Javobini ham qo'shib o'qib keting deyapti. Qo'shib o'qing deyapti. Мы приехали в Россию, Россию, потому что здесь есть работа. Hop, nima deyapti? Biz Rossiyaga keldik, chunki bu yerda ish bor. Hop, o'tiring. Ketdingiz akasiz. Qo'shib o'qing. Врач спрашивает меня, как вы себя чувствуете. Hop, Врач mendan so'radi, o'zini qanday his etyapsiz? hop. Aka o'qing siz. Вы не можете работать в России. Потому что? O'qing, bir yo'l o'qib ketib, boshqa qo'yilgan, tayyor qilib o'qib keting. Не можете работать в России. Не получили разрешение на работу. O'zbekchadan tushunmaysiz. Вы не можете работать в России, потому что не получили разрешение на работу. Sizlar Rossiyada ishlaolmaysizlar. Chunki sizlar ishga ruxsatnoma olmagansizlar deyapti. Вы не можете работать в России, потому что не получили разрешение на работу. Потому что degani o'zi shtosini ham aytib ketdingiz, orqasidan shtoni o'qish shart emas. Потому что deyapsiz уже. Что deb qo'ygan orqasidan qo'shib qo'yyapsiz. Tushundinglar-a? Chunki. Ketdi. Скажите, пожалуйста, где находится поликлиника? Hop. Aytingchi, iltimos. Kasalxona qayerda joylashgan? Kasalxona emas, shifoxona. Nima poliklinikadami? Shifoxona. Hop. Ketdingiz. Ты смотрел, какая завтра будет погода. Hop. Sen Ko'rdingmi? gördün ertaga qanday ob-havo? Hop. Ketdingiz Dilshodbek. Он спросил, как называется эта улица. Hop. Улица. Он спросил, u so'radi. U so'radi. Nimani so'radi? Как называется эта улица. Улицani so'rayapti. Ko'chani nomini so'rayapti. Ko'cha nomini so'rayapti. Скажите свой возраст, это Яшева? Скажите свой возраст. Напишите ваш возраст, ну скажите ваш возраст. Скажите. Скажите ваш возраст. А нет, Укажите ваш возраст. свой возраст. Ну, свой не может. Вам сколько лет? Вот, указывайте. Лет, да? Да, сколько лет? В письменном виде. Письменный, да? Вам 35 лет или 18? 33. О, я думаю 18. Bo'ldimi? Tak. 9'da 6'tasini yechibmiz. 10 ga o'tdi, ta'liq. Daftaringlarni ochib olinglar. Daftaringlarni ochinglar hammanglar. Tarix qiynab qo'ymasin. 4-noyabr. Mana V Rossiya degani hamma bayramda bor, tushundinglarmi? 4 noyabr в России празднуют День народного единства. Yozinglar. Yozinglar. 4 noyabr День народного единства deb yozinglar. Yozinglar desam mashaqqat yeysizlar. Yozaman. Siz yozsangiz u yerga o'qigan uchun yozish shu yozsangiz kiradida bu. Bu sezmaydi bu. Yozgan sari o'qilasizda, lekin yozila oladi. Konspektda yozaverishgan. 7 января в России празднуют Рождество Христово. Yozinglar buni. — 23 февраля в России празднуют День защитников Отечества. Это праздновали в советские годы. И наша страна, в том числе Узбекистане, праздновали этот праздник.
fevral Vatan himoyachilari kuni. Yozdinglarmi? День Победы в России отмечают 9 мая. День Победы в России отмечают 9 мая. Yozinglar. G'alaba kuni 9 may. День Победы. G'alaba kuni. День России в России отмечают. День России 12 июня. День России в России отмечают. Shundaylar maqsadni tanishlar. Mana shuni yozib olinglar 12-iyun kuni День России. Rossiyani bayrami. O'zini, просто Rossiyani bayrami. Rossiya kuni. Shundaylarmi 12-iyun Rossiya kuni. Endi xuddi solmayapti kelyapti. 12-kuni nimani отмечают deyapti. День России. 12 июня в России отмечают что? День России. Shundaylarmi? Хорошо, shundaylar. Yozib oldinglar-a? Bitta bitirmasi 5-chi yozimni qoldi. 5-chisi. Ketib qoldi 5-chisi. So'rayman bolalardan 5-chisi. День Россия. 12 июня. 12 июня отмечают День России. Ikkita savol bitta подряд kelibdi. 12. Qizni yo'talib menga o'tib qoldi. Nima? Сейчас. Июнь. Столица Российской Федерации, город Москва. O'qib bitta uchinchi o'qib ketavergandim. Oxirgi qarab qo'yadi kuzatib. Столица Российской Федерации, город Москва. Ikkinchisini o'qing. В Российской Федерации находится город Владивосток. Какой город Российской Федерации называется второй столицей России? Какой город? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Какой из этих городов находится в России? Ну, Если у вас в настоящее время проблемы со здоровьем. у вас есть проблемы со здоровьем? Да, я болею гриппом. Нет? Здорово, доктор. Здорово. Здорово только, да? Здорово. В настоящее время я здорова. В России находится город Севастополь. Rossiyada shahar bor bitta. Sevastopol shahri bor. Севастополь находится в Крыму. Bo'ldi. Endi vaqtim yomon tez ketib qolyapti. 2 soat oldinlar ketyapti. Hop, Великая Отечественная война, Ulug' Vatan urushi закончилась degan tugadi deyapti. Hop. Yozinglar. Ulug' Vatan urushi 45-yil. Великая Отечественная война, Ulug' Vatan urushi. 1941-yili boshlangan, 1945-yili tugagan. Великая Отечественная война началась в 1941 году, закончилась в 1945 году. Tushundinglarmi? Союзник СССР в годы Великой Отечественной войны была союзник, ittifoqchi. Великобритания. Germaniya врагом была. Союзником deyapti. Союзник degani ittifoqchi degani. Bilib olinglar. Yaponiya враг была, Germaniya враг была, Великобритания была союзником.
Против России в Отечественной войне в 1812 году была противником. Düşman kim bo'lgan 1812 yilda? Fransiya. Русская армия в ходе Отечественной войны в 1812 году командовал кто? 1812 yılı Kutuzov командовал. Шундайларmi? 45 yıl. Sovetskiy войска взяли Берлин. Berlin şehrini Germaniyanın Berlin şehri. 1945 yılı ittifakçılar bosmagan biz armiya. Наша армия взяла Берлин. Вот. Георгий Константинович Жуков это военный начальник. Маршал bo'lgan. Georgiy Konstantinovich Jukov. Tushundinglarmi? O'q so'rab qolsak yangrab qolmaylar. Georgiy Konstantinovich Jukov. Yozib olsanglarmi? Georgiy Konstantinovich Жуков, военный начальник Великой Отечественной войны, которая началась в 1941 году и закончилась в 1945 году. Вот. Содружество независимых государств СНГ было образовано. Mustaqil mamlakatlar hamdo'stligi qachon tashkil topilgan? 91 bo'ladi. Raspad SSR. SSR parchalangandan keyin. Прославленный полководец Великой Отечественной войны. Жуков. Георгий Константинович Жуков. Вот. Содружество СНГ было создано. В создании Содружества независимых государств участвовал Иван Грозный, Борис Ельцин, Дмитрий... Борис Ельцин. 61-yıl совершил космос Юрий Александр Гагарин. Юрий Алексеевич. Гагарин. Конституция России была принята 1993. Shundaylar. Укажите флаг России. Bir. Mana. Nimaga? Mana shu elementi beraman. Что за радуга на небе? Красный, синий, белый цвет – это флаг моей России. Лучше флага в мире нет. Снизу красный.